Boshchorboq mahalla fuqarolar yig'ini ham tumanimizda 17 ta bo'lsa, bittasi og'ir mahalla sifatida ha? Ro'yxatga kiritildi. Endi 26-yil qattiq ishlamasak bo'lmaydi. Mana qarib 3 milliard mablag' berildi. 3 milliard. Demak, bu pullar mana o'zlaringdan taklif chiqqandan keyin xo'sh, mahallada yashovchi aholi xonadonlarning elektr ta'minotini yaxshilashga 340 million ajratibsizlar, shundaymi? 4 kilometr ta'minotlar. Degani sim va stalba degan. Ichki yo'llarni ta'mirlashtirishlar, mahalla asfaltlashtirishga 2,5 milliardga. 2,5 milliard. Aha. 4,2 ekan, ha. 4,2. Adashmabsiz. 4,2 kilometr. Xo'sh, Boshchorboq. Ha? Chashma-Miron. Bittadan ko'prik. Xo'sh, Bozortepa, Boshchorboq, Chambik, Chashma-Miron, Kaltamizga 10 milliard pul berilyapti mana shu ko'priklarni qurish. Ming rahmat muhtaram yurtboshimiz. Rahmat. Bizdan rahmat. Yordamchi qo'lida ham 12% kredit, imtiyozli kredit, bu ham tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida ishlatish nuqtai nazaridan. Boshchorboqda o'zida qo'y boqishga ham o'quv kuchli, professor, akademik bilan. Olma yetishtirishga ham professor, akademik. Birinchi toifali, oliy toifali Otasi. xorijga ketgan o'qituvchilarimiz bor. Hozirgi paytda shu yil o'quv yili davomida ikkita guruhga 5 dan 8 gacha ingliz tiliga dars o'tyapti. Sen o'zingning yo'nalishing bo'yicha bir ko'rsatish qilsan. Hokim yordamchisi hech bo'lmasa bir 50-60 ta xonadonni chiroyli qilib ketma-ket tag'lasan. Bu yerda o'tirgan oqsoqollar ha? Ko'cha asfalt bo'lsa, ichkari asfalt bo'lib botib qotyapti. Daraxt oqlanmasa, to'g'rimi? Hojatxona o'ziga yarasha bo'lsa, tandirxona o'ziga yarasha bo'lsa, voqea, to'g'rimi? Keyin berilmaydi. Berilmaydi. Hozir bergan niyatimiz 4 ta mahallani qamrab olib, hamma joyini bir shaharchaga moslashtirib. Maqsadimiz shu. Sizlar namuna bo'la olasizlar. Men 100% ishonaman, chunki sizlar birlashib nima desam shu yo'nalish bo'yicha xalqning manfaati nuqtai nazaridan prezidentimiz siyosatlarini qo'llab-quvvatlab ishlashni qila olasizlar. Shu uchun komil. Birinchidan prezidentimizni umri uzoq bo'lsin, ishlariga omad tilaymiz. Ularning mana arkasidan mana hokimlar mana shunchalik xizmat qilyapti, xalqning roziligini olib, prezidentimiz aytgan xalqning roziligini ol degan, mana bizda roziligimizni terib olib biz bilan muloqot qilyapsiz. Albatta sizga ham biz Allohdan tilab qolamiz. Albatta sizga aytilgan topshiriqlarni biz nuroniylar, biz oqsoqollar, biz xalq buni inobatga olamiz, olyapmiz ham, shuni bajaryapmiz ham, albatta biz shuni iddatdan chiqamiz deb sizlarga va'da berdim. Allohu akbar. Sog' salomat bo'linglar.